Yuzimga tonalka qilsam ajralib turadi. Ajinlarim battar ko'rinadi, lekin sizga chotki turadi-ku shirin degan qizlar uchun. Shappillab tonalka surmasdan birinchi bo'lib aksessuarni, tonerni tepaman, serum suraman. Buni ham ko'rsatgandim sizlarga. Va hozir aksessuarda novinka krem chiqqan. Sразу oldim, потому что trendga chiqdi. Butun mировой blogerlar reklama qildi buni. Bu nima qiladi? Post akne dog'laringizni oqartirib beradi. Yuzlaringizga shunaqa siyani beradi. Koreyslarning yuzi qanaqa tiniq qilib turadi. Shunaqa qilib beradi. Siyaniyasini ko'ringlar, bez nikakoy leba effekt ko'rsatyapman sizlarga. Va любой bitta kojaga mos keladi, раздражение bermaydi do'stlar. Hech qanaqa zarar tomonlari yo'q. Xo'p, endi o'zi effektini ko'rasizlar. Tonalka surdim, konsiler surdim, rumyana qildim, pudra qildim va highlighter qildim. Qizlar, makiyajlaringizni yuvgandan keyin buni kechki uxod qilib ishlatsalaringiz bir necha kunda yuzlaringiz shunaqa yaltillaydi, koreyslarning yuziga o'xshab qoladi. Postni tagida отметка qilaman. Mana shu yerdan primoy zakaz qilsalaringiz agar originali qo'llaringizga keladi.